Bovam aytgan hikmetler. Doğramçılık mesxeriga qo'ydi. Qadimki zamanda bir tul xotun ve onun Pazıl ismli bir o'g'li yashagan ekan. Bir kuni bu tul xotun o'g'liga: "Balam, sen mu xili cho'ng bo'lib qolding. O'zimiz yo'qsul bo'lg'achqa seni madrasada o'qitolmadim. Dadang rahmatlik taqvodir kishi edi. Sen taxin nadan o'qishni bilmaysan. O'gday desam, men mi bilmayman. Endi bundaq yuriyvermay, ata jamoat bilan juma namoziga borgin. Dilini yo'rib, o'ginib qolsang ajab emas," debdi. Pazıl, "Ana, men zodili bilmasam qandoq o'qiyman?" deb so'rabdi. "Balam," debdi ona, "Yeningdagi jamoat qandoq qilsa, sen shundoq qilsang bo'ladi," debdi. Atsi Pazıl tarat ilib juma namoziga beribdi. U aymangan holda masjidga kirib, sapning o'rtasida o'tiribdi. Bir chaqda imom namozni boshlabdi. Pazıl o'zining ko'zining quyruqida qarab, endi kishilarni to'rashga boshlabdi. Birinchi rakat namoz o'qilib, ikkinchi rakatga engishganda Pazılning orqasida o'tirgan bir riyokor haromzada uning kassasini chimdib olibdi. Pazıl darhol uni do'rab, oldiki sajdaga bosh qo'yayotgan sallik kishining kassasini chimdib qo'yibdi. Bu ishdan g'azablangan sallik kishi Pazılning maydasiga birini tepibdi. Barliq ixlos e'tiqodi bilan boshqalarni do'rayotgan Pazıl, bu ish namozning bir harakati bo'lsa kerak deb o'ylab, orqasidagi kishining mangliga qoch qilib birini tepibdi. Namoz o'qilib bo'lgandan keyin kishilar Pazılni tutib, xatibning oldiga apiribdi va namozda yuz bergan ishlarni ma'lum qilibdi. "Qasamni chimdib namozimni buzdi," debdi birinchi kishi. "Sajdaga engishyotsam, peshonamni yerib etdi," debdi ikkinchi kishi. Xatib sababini so'rabdi. Pazıl onasining nasihatini tartib namoz ado bo'lgan qadar yuz bergan ishlarni qoldirmay so'zlab beribdi. Xatib bunning sodda va rostchil ekanligini bilib uni qo'yib beribdi. Ammo heliqi riyokor haromzadani tutib 40 darra urishni buyuribdi. Shuning bilan Pazıl bilmagan ishni qarisi qilsa bo'lmaydiganligini va boshqalarni do'rab agasa yomon kishilarning doniga tushib, kishilar oldida kulgi qoldiganligini tushunib, ehtijot bilan o'qishga bel bog'labdi. U tirishib o'ginib pat fursatda shu zamonning dangliq o'limolaridan bo'lib qoldi. Hikmat. Ota-bobonglar shundoq aytgan. Qarag'ularcha do'ramchilik kishini masxaraga qo'ydi. Shuning uchun har narsani do'rashning oldida uning mohiyatini tushunish kerak. Mubodo sen asli mohiyati bilan emas, balki shaklan do'rashni asos qilsang, hikoyatdagi Pazıl kabi ahvolga duchor bo'lsan. Shuning bilan birga senda samimiylik bo'lmasa, har qanday chora qilganing bilan kishilarning hurmatiga aslo erisholmaysan.